Amudaryo tumanida aholi muammolarini o'rganish, fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash hamda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan ijtimoiy profilaktika haftaligiga rasman start berildi. Haftalikning tantanali ochilish marosimi Bosuv mahallasidagi 26-sonli umumta'lim maktabi binosida bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda tuman hokimi Sobir Xo'jametov boshchiligida mutasaddilar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat va jamoat tashkilotlari mas'ullari, mahalla faollari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida mamlakatimizda inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolarning muammolarini joyida hal etish va mahallalarda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida atroflicha so'z yuritildi. Ijtimoiy profilaktika haftaligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilib, mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimini yangi bosqichga olib chiqish, mavjud muammolarni aniqlash va ularga manzilli yechim topishga qaratilgan keng qamrovli tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi. Haftalik davomida aholining kundalik hayotida uchrayotgan muammolar chuqur o'rganilib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy choralar ko'riladi. Jumladan, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar hamda profilaktik nazoratdagi fuqarolar bilan individual ishlashish, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, mahallalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni yanada mustahkamlash kabi muhim vazifalar ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mutasaddilar ta'kidlashicha, haftalik doirasida har bir murojaat va har bir muammo alohida nazoratga olinib, tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda amaliy yordam ko'rsatish choralari ko'riladi. Ijtimoiy profilaktika haftaligi davomida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida qator manzilli tadbirlar tashkil etiladi. Xususan, sayyor fuqarolar qabullari, bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari, bepul huquqiy maslahatlar, targ'ibot va tushuntirish uchrashuvlari, ijtimoiy xizmatlarga yo'naltirish tadbirlari, tibbiy ko'riklar va sog'lomlashtirish aksiyalari o'tkaziladi. Bu esa aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, mavjud muammolarni joyida hal etishga xizmat qiladi. Ijtimoiy profilaktika haftaligi nafaqat mavjud muammolarni aniqlash, balki ularni tizimli ravishda hal etish, davlat organlari va aholi o'rtasidagi muloqotni yanada mustahkamlashga xizmat qiladigan muhim platforma hisoblanadi. Eng muhimi, ushbu haftalik davomida har bir murojaat, har bir xonadon va har bir fuqaroning muammosi e'tibordan chetda qolmaydi. Bu esa mahallalarda tinchlik, osoyishtalikni ta'minlash, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va xalq farovonligini oshirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.